Tasavvur qilish qiyin, ammo Bavariya Real Madridga rasmiy ravishda shikoyat qildi. Sababi esa juda ham kulgili, ammo aytib berishimdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa ajoyib yangiliklar faqatgina bizda. Bilasizlar, hozirda nemis jamoa ko'plab analitiklarning so'zlariga ko'ra dunyodagi eng kuchli klub deb hisoblanyapti. Va agarda Real Cityni yutadigan bo'lsa-da, deyarli 100% ular Bavariyaga qarshi o'ynashadi. Va ma'lumotlarga ko'ra Bavariya UEFAga agarda ular Real bilan tushadigan bo'lsa-da, Ispaniya Granda Santiago Bernabeuda bo'lib o'tadigan o'yinda stadionni tomini yopishga taqiq qo'yishni so'radi. Tushunmay qoldingsa, Real agarda katta jamoalarga qarshi o'zini stadionida o'ynaydigan bo'lsa-da, deyarli har safar ular stadionni tomini yopib, qo'llaridan kelgancha mezbonlarga bosim qilishga harakat qilishadi. Va tasavvur qila olasizmi, na Manchester City, Barcelona, PSG deyarli bu yerda o'ynagan barcha jamoalar bittasi ham bu ustidan shikoyat qilmadi. Ammo hozirda dunyodagi eng kuchli jamoa Bavariya bo'lib turib, bunaqa harakatidan menimcha hamma hayron qoldi. Lekin Realchilarni xursand qilaman. UEFA rasmiy bayonotida Realni stadioni va ular xohlagan narsasini qilishadi va biz bunga taqiq qo'ya olmaymiz deb aytishdi. Qisqacha, xolasa ham, xolamasa ham Bavariya ikki baravar bosim ostida Realga qarshi o'ynashi kutilmoqda. Siz bu haqida qanaqa fikrdasiz? Izohlarda yozib keting. Va agarda bugun Real Manchester Cityga qarshi o'yinni qayerda ko'rishni bilmayotgan bo'lsangiz, hoziroq Telegram kanalimizga obuna bo'ling.